Assalomu alaykum, hurmatli bank mijozlari. Bugun uchrashuvimizni boshlaymiz. Bank va mijoz o'rtasida uchrashuv degan mavzu bo'yicha uchrashuv bo'lyapti. Uchrashuvimizga ariza kelib tushgan. Yakka tartibdagi tadbirkor Said Rasulova Munisofa siz bo'lasiz. Siz hamroh kredit produktda kredit olaman deb ariza bergansiz. Kredit shartlarini tushuntirib o'taman. Kredit bugungi kunda 71 oyga berilyapti. Foiz 20%dan 24 oy imtiyoz davri bor. Kafillik asosida beriladi. 100 million so'mgacha deb ariza bergan ekansiz. Agar zarur bo'lsa ko'proq summani ajratishingiz mumkin. Hujjatlaringizni mahallaviy bo'limiga topshirasiz. Mahallaviy bo'lim xodimlari uni ko'rib chiqadi, belgilangan tartibda bank boshqaruvini underwriterlar guruhiga tashlab beradi. Underwriterlar guruhidan ijobiy qaror qabul qilingandan keyin siz bilan kredit shartnomasi tuzishga bitim imzolaymiz. Kredit shartnomasi tuzilgandan keyin sizga ajratish bo'yicha xabar beramiz. Hujjatlaringizni shu bo'limga topshiradi. Qolganlarda savol javoblar bo'lmasa, bugungi uchrashuvni yakunlaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.